Mening ismim Nodir Nishonov. Bugungi kunda men YouTube'da Qurultoy ilmiy ma'rifiy podkastini hamda Susambl loyihalarini muallifi, yurituvchisiman. Qolaversa, Instagram tarmog'idagi Dervish Note loyihasining muallifiman. Boqiy shaharlarni Feniks qushiga o'xshatgan bo'lardim. Ular o'sha qush misoli yonadi, yuksaladi, kul bo'ladi va aynan mana shu kuldan keyin yangi qush paydo bo'ladi. Mana misol uchun Aleksandr Makedonskiyni mintaqamizga qilgan yurishlarini biz maktab davrlaridan o'rganamiz. Mana shu yurishlar chog'ida biz bugun Samarqand nomi ostida biladigan Maroqanda shahri tamoman vayron etiladi. Lekin Maroqanda yo'q bo'lib ketmadi. Ya'ni uning o'rnida yangi shahar taraqqiy eta boshladi va u yerda ham o'ziga xos endi yangicha yuksalish davri boshlandi. Misol uchun Buxoro shahri ham qanday og'ir, suvronli davrlarni boshidan kechirdi. O'z davrida demak arab istilolari, o'z davrida mo'g'ul istilolari. Lekin bugun bu O'zbekistonning eng demak qadrli bo'lgan kentlaridan biri. Mana misol uchun yaqinda bo'lib o'tgan Buxorodagi Binalini olsak, ya'ni u yerda zamonaviy san'at turlari milliylik bilan, tarix bilan mujassamlashgan holatda butun dunyodan sayyohlarni o'ziga jalb qildi va mana shu shaharni hali hanuz madaniyat markazi, ma'rifat markazi ekanligini yana bir bora isbotlab berdi. Misol uchun mana Farg'ona vodiysidagi Axsiken shahri ham Temuriylar davrida qad rostlagan. Temuriy zodalar u yerda voyaga yetgan shaharlardan biri va 20-asr tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, tabiiyki olimlar o'rgangan nima sababdan bu shahar shunaqa gullab turgan, rivojlangan, demak u yerda bir yaxshi siyosiy, ijtimoiy, madaniy jarayonlar bo'lgan-ku, keyin shahar shunchaki demak yo'q bo'lib ketgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, u yerda juda ham kuchli zilzila bo'lgan, ya'ni seysmik nuqtai nazardan u yaxshi joy bo'lmagan. Ana shuning uchun taqdir taqozosi bilan 9 ballik zilzila natijasida shahar oxiri vayron bo'ldi. Axsikent demak xarobalari ham bugungi kunda bir yaxshi turistik makonga aylantirilmoqda. U yerda bir jadal suratlarda yaxshi ishlar olib borilyapti. Nima uchun? Siz avlodlarga ana shu davrlar haqida ma'lumot qoldirish uchun. Men siz bilan suhbatlashayotgan, sizga bu ma'lumotlarni ulashayotgan joy bu qadimiy kentlardan biri, ya'ni Chochtepa yodgorligi majmuasi. Misol uchun mana hozir atrofga qarasak, oddiy bir xarobalar ko'z oldimizda. Xuddiki bu yerda jiddiy hech narsa bo'lmagandek go'yo. Aslida bu yerda hayot qaynagan, bu yerda katta savdo-sotiq jarayonlari bo'lgan. Mana shu men hozir o'tirgan joyda ham juda ham qiziqarli, muhim bo'lgan ashyolar. Oddiy misol fil suyagidan yasalgan qadah topilgan mana shu hududdan. Bu nimadan dalolat? Bu yerda yashagan insonlar, bu yerda yashagan deylik qavm yoki qabila qadimdan demak Ipak yo'li bilan tor doirada muloqotda bo'lgan. Chunki fil suyagini bu yerga keltirish bor, bu yerdan bu narsani yasash bor, unga bir jilo berish bor. Demak, hunarmandchilik taraqqiy etganmi? Etgan. Savdo-sotiq taraqqiy etganmi? Etgan. Mana shu orqali biz bu tepaliklarni oddiy xaroba sifatida emas, balki tarixga uzoq davrlarga shohid bo'lgan shaharlar sifatida qabul qilishimizga bir yordam beradi. Tabiiyki maktab darsliklarida bu kabi ma'lumotlarni berish har doim ham oson kechmaydi, lekin qo'shimcha manbalar, qo'shimcha ma'lumotlar, qo'shimcha adabiyotlar sizga tarixni boshqa gohida ko'zga ko'rinmaydigan tomonlarini, ko'zdan chetda qolayotgan tomonlarini ko'rishga va tarixga bo'lgan qiziqishinglarni ortib borishiga tabiiyki yordam beradi.